Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid el-Gazali rahmetullahi aleyhinki Bidayetul Hidaye namlıq kitabıdaki dersimiz devam etiyorduk. Biz yanıla Gazali'ninki hayatı münasebetlik bölümler toxtalatımız. Hem de Gazali Bağdat'a berip Irak'naki Bağdat'ta şu vaxtdaki Medresetun Nizamiye yani Nizamul Mülk namıdı saldıgan şu vaxtdaki dağınlıq bir hazırkı mesela Harvard, Oxford degen oxşaş dünyadaki en birinci numurluq medresler şu vaxtıda bolapın Bağdat'taki. Şu Nizamiye medresede ta'lim terbiye, hukuk işleri ile meşgul boluşa hakkında toxtalatımız. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şu vaxtdaki devlet atısı vezir Atabek Nizamul Mülk'ninki talibiga asasen Hicriye 484 yılı Cumadil Ula ida Bağdat qarab mağdı bu adamımdı. Şu Bağdat şu vaqtlarda kilip derhal özünki belgilengen hizmetini qilishga başladı şu vaqtida. Çünkü Nizamul Mülk şu mektepqa bu adam talep qilib ders ötüşke qo'ygan. Nizamiye medresede ders ötüp bu adamdaki ilim soruları katlaşkan kişiler bu adamın ilminin mollıqı ders ötüş uslubunun ait güzellikinden hayran kalıştı da. Onundan başka bu adamdaki faziletine ait kamil, tiline ait fasahatlik, til, mentiki, logikisine ait balagatlik adamını lal qığıldık. Meşmeyette. Şu dereceden ait ötkir adam oğaşka kişiler bu adamdan ilim ögünüş için şu bir söyle istemdi şu arlıqta. Bu adamdaki türlük ilimlerden Bağdatlıklar, Bağdat'taki talebeler, okuvçular derslerden bu güzel ders ötüşteki metodiden faydalanışqa başladı hem de. Gazali hem de aynı vaxtada bütün Xurasan ilinin imamı bolgan bolsa, hem de bugün de Irak ilinin imamı aylandı. Irak ilinin emas, bütün İslam devletinin bir bütün. Bu devlet vaxtı degende ta Kaşgardan tatip Şerqda, G'arbda Marakeş kişi bolgan arlıqda şu vaxtda devlet. Şu devletinin devlet ustadı deyişki boldu Gazali'ni. Şu vaxtdaki kişilerinki kalbide hürmeti nayet zor. Bütün adamlar bunu nayet hürmetleydigan, alqışlaydigan, namı pürketke adam bu vaxtıda. Hem kişiler gepini anlaydigan, dersini yaqtırıp anlaydigan. Ve şu esnada hem de bu adamdaki türlük petvaları, yazgan kitapları, ilmi efkarları hem de tarqılışqa başladı. Hem şundaqla şu devrindeki ilmi sahnelerden bolgan munazir meydanlarında bu adamdaki güçlük munazirler arqılıq aynı davrdaki İslamga zid bolgan peylasiplar, Mu'tezile firqasi, Rafiziler firqasi, Şialarning batiniler firqasi qatarlıq azğın firqalarga dehşetlik zərbilərini bədi munazir arqılıq. Ondaqda bu adam şu vaxtda barmaq sanaydigan bir ulamaga aylandı da. Hem şundaqla bu faqat devletning poytaxti Bağdat'da emas, bütün Müslüman elida chaqnagan olamshumul bir shaxsga aylandı bu adam. Bu adamdaki nomi tarab hatta şu vaxtdaki Marokashning amiri Yusuf ibn Tashfin bu adamdan fatva so'rab adam evet etti. Hatta Gazali'ni Marrakeş'e teklif kıygan. Yusuf ibn Tashfin Endolus'unu kutkazgan adam keyinki devirde. Muvahhidla deydigan, murabitullah deydigan bir İslami devlet kurulgan. Şu murabitullah'nınki en adil padişahı buludu. Şu esnada hem de İmam Gazali'ninki nam, şan, şöhreti bütün dünyaya tarıgan mezgillerde bu adam ilimni taratıp, Nizamiye medresede ders öğütüp, türlük İslam devletlerinin jirak
Para devletlerden kelgen fatva meselelerine fatva yazıp evet etti. Devlet namıdan bu adam. Onundan başka kıymetli kitaplarını yazışıp başladı. Azgın firqalarga munazir qilish orqali ularning dalil isbotlarini betçit qilib turadi. Ularning atalmış felsefe namı bilan o'ttirib chiqqan fikrlarini bu adam süpürüp taşlaydı. İslamdan mudofaa qiladi. Düşmanlarga bu adam bir neyri bo'lib qadalgan edi. Mana bu hatta 488-yılgacha hijriye muş devirgacha davom etdi bu aralıqda. Endi G'azzaliniki tuyuqsiz. Bu 10 yıl jarayonida muşunchilar nomi qozilib, o'zichilam bu mashhurlikdan bu adam nom shuhratdan o'zichi yolg'izlikni xohlaydigan bo'lib, yolg'iz bo'lib oldi. Yigona, g'arib bo'lib oldi. Bu sababi nima? Bu amaliyotdan ko'rib chiqaylik. Endi orliqda shu G'azzali shu uchayotgan mezgillarda nomi shu shuhrati tarqilayotgan paytlarda tuyuqsizdan bu odamning psixikasi o'zgarish bo'lib qoldi. Balkim Hicret 488-yılınki o'ttirlarda bo'lsa kerak. Mana bu avval yuz bergan vaqtlar. Bu ostin üstün bo'lib ketdi bu ishlar. İmam G'azzali tuyuqsiz, yolg'iz, yeganlikni tanlab turib oldi. Hatta Nizamiye medresede o'qitishni tark etdi. Bu adam xalqlarga orlashmay, zoitlik yo'lini tanlab oldi. Bu adamda bir xil noma'lum kasal paydo bo'lib olgan. Hatta bu adamning mush kasal tufaylidan mush gap qilish uslubida o'zgarish paydo bo'lib qoldi. İştihasi acizlab ketdi. Yenmeydigan bu doktorlarni davolashdan umidsiz bo'lgan avvallar kelib chiqdi. Bu adam Hicret 488-yılların ahirleri Bağdat'tan ayrılıp Mekke Mükerreme'ye hac qilish niyeti bilen ammalikin özünün maqsadi Şam'da turib qalmoqchi. Biz Mekke'ye hajga mangdim degan banan qilib, asli bu adam safarga chiqib oldi. Bo'lmasa men Şam'a ketaman, Şam'da turma desa davlat ruxsat qilmaydi, bularning nizomul mulk ruxsat qilmaydi bu vaqtda. G'azzali masalan o'zi haqida mundaq deydi ki, qalbimda deydi, fani olam bilan, mush dunyo bilan baqiy olam orasida to'qinish yuz berib, yerim yilda mush qiyin ahvolda qoldim. Allah tilimni banit qilib etgan edi deydi. Darsimi so'zlayolmadim. Bu ish hatta mening bunda ixtiyorligimdan bunda olqib ketgan deydi. Mecburi yo'sinlashda bo'lib qolgan edim deydi. Men kunliki dars o'tay deb tirishib baqdim yo'q, xalqlarning ko'nglini oyab, chunki ular kunni qashirma kelib olgan ekan. Ammo tilimda bir og'iz gap qilishga majolim yo'q deydi. Shundaq temsheldim, so'z qilolmadim. Bu til tutilish benormal bir ruhiy holat bo'lib qoldi deydi menda. Şunu olan kalbimge bu ig'ir geldi. Hatta doktorlarımı meni davolayamaydigan bosqichga kelib qoldi. Şunu bilan men bir ojizlik his qildim deydi. Mendan asosan ixtiyorlik yo'qolgan edi. Şunu bilan Allohga iltijo qilib, Allohga ajoyib yolvurdim. Duakarning duasini icabet qilgan Allah bana cevabını berdi dedi. Kalbimde mundaq bir alametle his duygular paydo bo'lishga başladı. Men çoqum, yüz obro'ydin, nam şöhrettin, mal dunyodin, balı chaqidin, do'st yorandin voz kechishim kerak ekan.
Xudoga to'liq yuzlanishim kerak ekan deb darhol Mekke'ga ketish qaroriga keldim dedi. Amaliyotda men Şamda turib qolmoqchi. Xalifaning bu niyatimni bilib qilishini xohlamayman. Bo'lapmi mening shogirdlarim, do'stlarim Şamda turib qilishimni bilib qolsa bo'lmaydi dedi. Bu adam faqat tonimaydigan yagona turmush kechirmoqchi hayotida. Bag'doddan qayt kelmasma degan niyat bilan asta ayrıldım dedi. Mendeki mal dunyanım haqliq uleştirib etdim. Faqat mening ballarımga yetkidek, özemge yetkidek mal dünya saqlab qaldım. Deydi. Bu Gazali'nin gepi. Özünki aşı roy halatini süpetlep davatqan gepi de bu vaqtida. Hem Gazali rahmetullahi aleyh hem ketkendikin ders ötüge adam bulaş gerek. Şu o bütün İslam dünyasının hemme yerlerden Kilvatsa, Kaşgar, Samarkand, Fergana, Marrakeş, hemme yerden adam bardıgan bir çoğun bir orun o. Çoğun bu camide ders ötüge adam bulmaydı mektepte. Büyük en layık adam özünki oksi Ahmet Gazali'ni koyup koydumda. Gazali Hicriyet 489 yılı hazırki Suriye'ninki Demişk'e gelip Umevi mescidinki g'arbi tarafida bir mezgil etikapda o'tdi. Biz Suriye'ye 2008 yıl bağan. Bağa vaqtida Gazali'nin etikap qilgan uyi hozir ayrim peti saqlanib qolganliqqa. Osmanlı devrinde silingan şekli olsa gerek. Gazali etikap qilgan uyini hozir qadar saqlab qo'ygan. Umevi mescidinki meydanda bir bulon tarafta bir kichik bir darvoza va eshik. Shu Gazali tug'an uy. Gazali mana o'zining Ihya Ulumuddin degan nadir yutuq eserini mana shu Suriyadagi vaqtida, Shamdagi vaqtida yagona turmushda yezib chiqqan. 489-yili ishkini taqab, shu Damashqdagi hozirgi o Jamil Umavi burundan bog'i hamda shu Umaviylar davrida silingan jami asli bu. Şu camide şu g'arbi tarafdagi munaraga chiqib olib, shu yerda ishkini taqablan bu adam. İbadet qildi ham shu mezgilda Mekke Medinaga kelib, hac ibodatini qilib, yana Damashqqa qaytib ketib, Jamil Umavining bayamqi g'arbi munarida etikapda o'ltirdi. Bu adam shu yerda davomliq o'zining ibodatini qiladi, kitob yozadi, o'zining turmushini aytdi, g'o'rgul, oddiy sodda zahidlarcha yaşaydı, takva yaşaydı. Nayetliqi yipak bunda mesela ali kiyimlarni kiymeydi. Nayetli qo'pol to'qilgan oddiy kiyimlarni, yemek içmekleri nayet az onun ustiga. Demek bu adam mush orqali o'zini mush ibodat, yaxshi amallarga chiniqtirmoqchi. Oxiri bu davondan ishib bu adam o'zi bunda shu ig'ir turmushlar, ibadetler bu adamga ig'ir kelmaydigan holat davom etdi. Mush kunlarda bu adam o'zining nadir eseri Ihya Ulumuddinni yezishga boshlagan. Keyingi davrdagi Imomul Haddad degan ulamo shunday deydi. Bu Ihyani yezish bilan deydi bu adam. Acayip hürmetga erişip ketdi. Bundaq bir kitap tarixda yezilib bakmagan. Bundaq şamil eser hech qachon yezilib bakmagan deb baho bergan Imomul Haddad degan kishi. Endi bu adam shundaqla Gazali şu vaqtida Jamil Umaviyda Nasrul Maqdisi deydigan bir shayx o'tgan ekan burun. Şu adamninki tekki xonsida o'ltirib, shu yerda ko'proq o'ltirib, nayt foydali, yaxshi kitoblarni yozishga boshlagan. Jumladan Ihya, masalan Al-Munqiz minaz Zalal, masalan ozg'unlikdan qutqazuvchi degan kitob. Yana birisi Al-Arba'in nomli kitob. Al-Arba'in fi Usuliddin degan kitobi. Bu kitobim nayt mashhur e'tiqodda yozilgan kitob bu. Nayt o'qishga tegishli go'zal kitoblarning biri.
Hem Gazali muşta kitaplarını yazışıyla devam edip 10 yıldak müşahalette devam etti. Bunu biz El-Munqiz mine Zalal namlı kitabı yani bayan kılıp öttü. Şu demişti özün tuğan müddetlerini, şu keyfiyatlarını aştak ötküzüp hem de Gazali'nin hem de tuyuksuz bu yalğız turmuşunu nam şöhretini taşlaplam bundak bir kılıvılışı İslam dünyasına nispeten şu vaxtki ölümalığa nahit ağır bir zerbe tuyuksuz halet boğan. Çünkü Gazali şu devirde ilmi rehberlikte, nam şöhrette, orun derece makamda hiç çıkanda ölüma yetmeyen dereceye yetken adam şu peytte. Şu zamanın ölümaları bu dayakta gep kılışıp bu samavi bir ehval. Belki bunun Müslümanların köz tekken buluşu mümkün diyen gepler çıkışık başladı. Gazali'nin ki bundak bir vakalikini ben başka bir kitapta okugan, şu yani kıstırıp ötey. Hem de alim degen bir meselelerine nispeten naitti. Jim turanmaydı hem de hatalık uyulukka vaxtıda. Şu Demişk Camisi tuğa vaxtıda, şu vaxtıda bir ulema, bir kişi, şu vaxtıdaki mesela bir ulemadan sual sorap keldi de Demişk şu vaxtıda bir katı ulemalı var. Onun bir ayrım bir beglik şu vaxtıda Abbasiler qargan bilen. Şunun bilen bu ulema şu vaxtda devlet muftisi derecelik ulemalar. Bu meselede sual sorap koygan diken bununla nurgun şu vaxtdaki Demişk'ın ulemaları meslehatlashib cevap veremeydi ki. Gazali bu sorunu gap qilmaydi ki. Gap qilmay bir bulanda o'tirdi ekanda, o'tirib shu savol so'g'a adam shu orliqda uchqab qoldi ekan Gazalining qishig'i. Gazali ham yolg'iz tatiblam bayamqi bir gapini bir deb baqsang degandan keyin u gaplarni yana qayta degandan keyin Gazali bunga qanoat qilib yaxshi javoblarni berdi ekanda. Javoblarni berib qo'ygandan keyin ham so'g'an savol so'g'ichimi xili daniq o'limi ekan shu paytda. Gazali tonimaydi o faqat endi jamida anlagan haqdan so'rayotganini muftiydan. Ular ona javob berolmagan o masalaga, yeshilmagan. Gazali ham bir ayrim bir javob berib qo'yay deb o'ylamamdi orliqda. Shuna bu odam uddul muftining qishig'i urib, men o'shada birsidi menga buningga javob topdi degandan keyin, "Voy kimdan topdi?" desa, "Aşağıda o'tirdigan bir adam bor ekan, shuningdan. Ya, ras menda bo'ladi orliqda. Bu gapni qayda deb baqa, men bu o'yinlab baqay desa, "Voy sen nimani bilasan?" deb mazaq qiladi ekan Gazalini. "Ay sen nimani bilasan? O kiyimlarini aytdi. Vayrona. Ashta bir tuğa adam bo'lgandan keyin sen nimani bilasan? Bundan orlashmasan. Bu katta ishlarga bu cho'ng bu muftili javob berolmayapsa, buningga deb Gazali qaşta to'ng tegdi ekan. Gazali shunday bosib chiroyli gapini bir deb baq. Anlab baqay deb anlab bunga javob berdi ekan Gazali. O odamni hayron qilib derhol muftining qishig'i bor ekanda, Damashq muftisining qishig'i berib. "Voy men savolimga javob topdim" desa, "Kim badi?" desa, "O'shada bir gaday divandan birisi badi" deb, "Voy uni tepangla" deb, "Voy u yan bu yan izlab qo'ysa, izlayotganini bilib Gazali yana Damashqni tashlab qochib ketdi. Demek yani Gazali şu nam şöhretten dehşet özünü ap kaçkan adam. Bizimki birden bir halaketimiz bulapmış. Ehl-i ilimninki halaketi ezelden şu nam şöhret qo'llashish, nam abru qo'llashish, xalq arasida, Müslümanlar arasida namoyon bo'lishni yaxshi ko'rish. Bu inayet ig'ir oqibat. Şöhretperestlik odamni o'ylab bakmagan halokatlarga boshlaydi. Sözümüzge qaytib kelsak, Gazali o'ziniki bu ahvolini El-Munqiz mine Zalal namli kitobida bayon qilib mundaq deydi. Men o'zimniki shu dars o'qitish, mudarrislik qilish hayotini bir o'ylanib chiqdim deydi. Biroq buning hammasi Alloh rizoligi uchun bo'lmabdi. Balki men shu dars o'tish uslubim, niyetim fakat nam şöhret
qoğuluşuş, obro'y qazısh uchun bo'lib qapti. Men bir halokat girdobida deb his qilibdim o'zimni shu orliqda. Oxiri o'ylab Bag'doddan chiqish qaroriga keldim. Men shu ig'ir holatdan o'zimni qutqazmasam bo'lmaydi ekan degan qarorga keldim. O'ylanib nurg'un davolg'ishlar keldi dedi shu orliqda. Qanday qilsam bo'ladi? Bir kun ayonga, bir kun mayonga o'ylayman. Faqat ishlarimda oxirat orzusi yo'q ekan dedi dars o'tishlarimda. Shu G'azzali Bag'doddagi Nizomiya madrasada o'zining Alloh rizoligi uchun bo'lmaganligini o'ylagan vaqtida biz o'zimizga qaytadan bir savol qo'yib baqsak bo'ldi. G'azzali amaliyot undan odam emas, lekin o'zidan shu hisobni ilyapti bu odam. G'azzalining o'ylag'adi ko'rgadi margiz nomi shuhrat qozin demaydi. Lekin haq o'zi ko'tarib, xo'sh qilib, ashta qilib etgan. Shu haqning 50 da laylab qolgan bo'lishi mumkin, ammo niyatida unday ish yo'q G'azzalining asalda. Nima ish qilsak, masalan, degansa masalan, menda bir oxirat orzusi bo'lgan bo'lsa, kech bo'lgan vaqtida bir xil shahvat orzusi qoplab olgandek. Dunyo shahvatlari meni dunyo zanjirsiga so'rab ekitayotgandek. Ammo lekin iymon vijdonim meni o'lim da'vatgandek. Mening umrim az qoldi emasmi? Degandek tuyg'u beradi dedi. Safar uzun, oldindagi safar uzun deydi dedi oxirat safari. Qiyomatda o'lmaymiz-ku, safarimiz uzun. Oxiri men deydi bu odam. Oxirat tamosi bilan dunyo tamosi orasida uzun muddat talash tortish qildim dedi. 6 oydek. Ma G'azzali bu yerda kasal bo'lib qolmagan. O'zi hech bir narsa ziyon qilmagan G'azzaliga. G'azzali o'zining ruhiyatida Xudo orzusi bilan dunyo orzusi orasida mening qilayotgan ishim Xudo orzusimi yoki dunyo orzusimi degan bir kallasiga bir g'am kirilib, shu g'amning dardida bu odam ayta ojizlab ketgan. Shuna doktorlar buni davolayolmagan. Mush g'am kallasini, qalbini og'ir chirmab olgandan keyin ma G'azzalidagi qattiq iymon ma'vo, ajoyib kuchli iymon ma'vo. G'azzali mana shundoq shu dunyo maqomidan ayrilishdan burun dunyoning shu vaqtdagi zibizinnat go'zal turmushlardan, nom shahrat, shuhratdan, iqtisod, nupuz shundoq narsalarni tajriba qilib beshidan o'tkazgan, hammaga to'yingan odam. Eng yuqori martabalarga erishgan, davlat arbobi bo'lib baqqan, davlatning eng oliy madrasasida o'qituvchi bo'lib baqqan, mudir bo'lib baqqan zot. Oxiri bu odam shu dunyoning mohiyatini, dard alimini, foyda ziyinini, ochiq tatliqini to'nigan. Oxirida insonni baxtli qilolmaydigan, insonga huzur eklanmaydigan narsa bu ekan deb, oxir to'g'ri yo'nalishda Xudo tarafga o'zini atgan, yuzlangan bir buyuk zot. Oxirida qalbidan butun dunyoning aloqasini o'zib tashlagan bu odam. Oxirida dunyoni qalbdan tozalay olgan vaqtida Xudoning ilohiy nuri ondan bu qalbga tushadi ekan degan fikrga kelib, bu odam yagona zohidlik turmushdan boshlab dunyoga munosabatlik hamma narsani tashlagan. Mol dunyolar emas, mansab, shuhrat, amal, aloqa, muomala kishilar bilan bo'lgan. Berish kelish, Elqidek masalan bizdeki ko'p bo'lgan nima deymiz? Yolg'on saxt odamgarchilik deymiz. Mushuldan tortib hammani tark etgan bu odam. Oxiri Allohga yuzinib, boqiy olamning xiyolida yashagan.
en ebzel boğan, Allah'a hakiki revişte yüzlengen bir zat şu vaqtada. Şoňlaşqa mal dünya, yüz abroy meşgul kılmaydıgan Hudanyň ilkide yaşaş, ali himmet bilen yaşaş üçün bu adam atlangan büyük ellarmy. Allah halsa dersininki ahirini keyinki dersimizi toluklaymiz. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.